Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Yana biz bitta obyektimizga keldik. Mana bu obyektimizni ko'rsanglar bo'ladi. Fasad qismiga grilyator ishlatganmiz. Misol uchun bu alkafondan chiqarsa ham bo'lardi. Biza o'sha tunikadan bo'ladi grilyatorning mahsuloti. Narxi ancha arzon chiqadi. Mana ichkari yo'lak tomonlarimiz. Zolotoy tomon. Mana ko'rayotganinglardek o'sha ishga tushib ketgan maktab. Iloji boricha videoga olamiz. Bu 10 ga 10, endi 3 santimetrlikdan qilganmiz. Bu tepa tomonlarini bo'lsa reshniy qilib berganmiz. Ikkinchi etajimizni ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Ikkinchi etajimizni ham polni qilingan. Tepa patolog oxirigacha xonalarning ichi faqat bo'lmagan 3-etajga. 3-etajimizda ham qo'lni mana объемный joy urib oldik. Svetlarni xotirishyapti bu yoqda. Va nihoyat 4-qavatga ham chiqdik. 4-qavatimizda ishlar ketyapti. Uni ko'rib turganinglardek ketdi. Agar shuni endi 4 santimetrlik qilinganda mana bu chiroyliroq yopilardi. Bitta ichkariga ham qoriladigan variant edi. Nima deysizlar? Mana oxirgi joylarini, qo'lning stanovkasini ketamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab materiallarni yetkazib beramiz. Faqat O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston hammasiga materialni chiqarib bera olamiz. Buni stanovka qilish qanaqaligini bemalol sizlarga o'rgatib qo'ya olamiz.